20-noyabr Butunjahon bolalar kuni. Bu sanada bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya ham qabul qilingan. Ushbu muhim hujjat butun dunyoga shuni eslatadi. Bolalar eng yaxshisiga loyiq. Bilasizmi, konvensiya bizga nimalarni eslatadi? Har bir bola ta'limotga huquqiga ega. Barakalla. Biz to'laydigan soliqlar yangi maktablar qurilishi, zamonaviy sinf xonalari barpo etilishi, bolalarning o'qish va orzu qilish imkonini yaratadi. Har bir bola sog'lomlikka huquqiga ega. To'langan soliqlar zamonaviy poliklinikalar, emlash dasturlari va sifatli tibbiy xizmatning uzluksiz faoliyatini moliyalashtiradi. Har bir bola ta'limotga huquqiga ega. Budjet mablag'lari asosida yangi bog'lar, sport maydonchalari, madaniyat markazlari barpo etilmoqda. Bolalik baxtli o'tadigan maskanlar aynan shu joylardir. Har bir bola yaxshi huquqiga ega. O'z vaqtida va halol to'langan soliqlar infratuzilmani rivojlantirishga, bolalarning salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladigan zamonaviy sharoitlar yaratadi. Soliqlarni o'z vaqtida to'lar ekanmiz. Biz farzandlarimiz kelajagini bugundan barpo etamiz.